inson yuragi kuniga 1000 marotaba uradigan hayotimizning tinmas qo'ng'irog'i. Agarda u to'xtasa, barchasi to'xtaydi. Ammo shunday lahzalar bo'ladiki, yurak bizdan yordam so'raydi. Va ana shu muqaddas a'zoni asrab qolish yo'lida sahnaga oq xalatli qahramonlar chiqadi. Bemorimiz 84-yil 8 oydan beri sababsiz isitma, temperatura ko'tarilishi tashxisi bilan juda ko'p shifoxonalarda davolanib keldi. Bizga murojaat qilib kelganda hamma a'zolari qatori yurakni ham tekshirdik. Shunda yurakdagi klapanida shu infeksiyani hisobiga vegetatsiya deymiz, shunaqa hosil bo'lgan. Mitral klapanida ikkala tabaqasida ham razmeri 1,5-2 sm atrofida hozir hosillar bor, shu infeksiyani qobi bilan qoplanganligi hisobiga. Shuni hozir olib tashlash operatsiyasini o'tkazamiz. Bu holatda shu klapanni olib, bu yerda zararlangan to'qimalarni barchasini olib, bu yerda o'sha dorilar bilan, antiseptiklar bilan obro'botga qilamiz. Agar bunday bemorlar operatsiya qilinmasa, 100% gacha letalniy исход, o'lim holatlari kuzatiladi. Shu operatsiyani o'tkazsak, bemorimiz butunlay sog'lom hayotga qaytadi. Tibbiyot fanlari doktori, professor, Turon akademiyasi akademigi Rahmonov Kamoliddin Haydarovich, Farg'ona viloyati kardiologiya ilmiy amaliy markazi direktori. Kardiologiya markazimizda kardioxirurgiya bo'limi 2023-yil ochilgan. Shu vaqt mobaynida hozirgi kungacha 2000 dan ortiq yuqori texnologik ochiq yopiq turdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ilgari bunday bemorlar yoki Toshkentga yoki chet elga katta mablag'lar hisobiga borib davolanib kelishgan, sarson bo'lishgan davo istab. Hozirgi kunda hurmatli prezidentimizning olib borayotgan islohotlar, tibbiyotdagi islohotlar natijasida viloyatimizda o'zida shunday markaz tashkil etilgan, komanda tashkillangan. Bunday yuqori texnologik barcha turdagi jarrohlik, ochiq yopiq turdagi amaliyotlar hozirgi kunda markazimizda o'tkazilyapti. Bundan tashqari, hozirgi kunda prezidentimizning qarorining ijrosi ta'minlash uchun mahalliy byudjetdan hurmatli hokimimiz Alla Hayitboyevich o'tgan yili 100 dan ortiq, bu yil yana 100 ta shu komplekt o'tkir koronar qon tomir yetishmovchiligida yurakda shu tezkor holatda qo'yiladigan stentlarni olib berishdi. O'tgan yili 100 dan ortiq bemorga shu stentlar qo'yildi. Bepul tarzda bu yil ham hozir bu amaliyotlar davom etyapti. Haftasiga 2-3 ta bemorga shu birinchi 6 soat mobaynida 2 soat ichida bemorlar viloyatimizda chekka hududlardan ham, o'zimizda shu shahar atrofidagi tumanlardan ham murojaat qilib kelishyapti. Bu xizmat bizda 24 soat davomida dam olishsiz ishlaydi. Bemorlar murojaat qilib kelganda tezkor ravishda koronargrafiya amaliyotini o'tkazib, zarur bo'lgan hollarda shu bepul stentlarni qo'yib berib, bemorning hayot saqlab qolinyapti. Agar bu amaliyotlar o'tkazilmasa, bemor birinchidan infarkt bo'lib yoki nogiron bo'ladi yoki bir 90-80% hollarda o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Hozir bularning oldi olinib, bemor sog'lom turmush tarziga qaytyapti. Sog'lom hayotga infarkt bo'lishi, nogironlik bo'lishini butunlay oldi olinyapti. Bizga murojaat qilib kelgan bemorlardan.